3 million so'mdan demoqchi edik. 2 million 800 ming so'mdan barakasini bersin. Video boshida gapirib qo'ydik, tilimizga egalik qiladigan bo'lamiz. So'ysa bo'laveradigan variant. Endi qurbonlikka so'ysa bo'laveradi degan ma'nosi bor. Xo'p, oyligi o'tgan. Oyliga yetaveradi. Oylik bo'laveradi. Yana bitta gap, dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. O'zbekiston. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari Ozodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroyda qo'chqor sovliqlarda zo'rini olib kelib xalqimizga arzon tarqatayotgan bugungi kunda ham sizlar uchun maxsus video bo'ladi akalar. Qo'llab-quvvatlab maksimal yaqinlarga tarqating, poddeshka qiling akalar. Mashinalar gazi uzun zo'rlardan xudo xolasa bugun hoji onalarimizni, hoji otalarimizni, sevimli savdogarlaridan va hoji onalarimiz telefon qilsa bittadan narxi tushib borayotgan Dangalchi akam. Ozodbek, assalomu alaykum. Sizlarga charchamang. O'zingiz yaxshimi? Sog'liklar. Hojijon, hoji otalarim. Ozodbek ta'kidlab o'tgandek, xudo xolasa arzon narxda chiroyli holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi qo'zi qo'chqor qo'zi sovullarni olib keldik. Bir qator video davomida kuzatib boraverasizlar. 2 million 800 ming so'mdan ham 20 dona qo'zi qo'chqor olib kelganman. Oxirida ko'rsatib o'taman uni. Joningiz omonmi? Yo'lida qilib. Bugunga necha partiya bo'ladi aka? Bugunga bir 4 partiya qo'chqor qo'yamiz. 4 partiya. Bir partiya sovuliq qo'yamiz. Gap yo'q. Zerikkincha video bo'ladi. 5 partiya. Oxirigacha xudo xolasa kuzatib borasan. Chiroyli variantda qo'zi qo'chqor qo'zi sovullar yetkazib boramiz. Ozgina sozginadan. Ana shunday. Qadrli obunachilarimiz, maksimal yaqinlarga tarqating. Sizlar uchun yaxshilardan, sifatlilardan, zo'rlardan ilinishda biz davom etaveramiz. Demak, birinchi partiyamizga nechta chiqdi? Birinchi partiyaga soni 17 dona chiqdi. 17 bosh. 17 bosh, ha. Qo'chqor. 20 bosh yo 15 bosh emas, hammasi qo'chqor. Aha. Xo'p, shu 17 bosh qo'chqorimizni tavsiya beramiz. Xo'p. Ozodbek hozir ham sotish uchun gapiryapti deyshadi-da. Eslab qolsin. Bugungi sanani, bugungi shanba kunini eslab qolasiz shu gaplarimizni, xudo xohlasa. Hozir ham arzon. Gapirayotgan gaplarimiz, narxlarimiz arzon. Qurbonlikdan 2 kun, 4 kun, 1 hafta o'tgandan keyin bizda emas, joyida qimmatlab ketadi. Joyidan qimmat olgandan keyin biz ham ozroq qimmat sotamiz. Iloji yo'q. Bo'lmasam-chi, ana shunday. Ha, sababi ozgina foyda ko'rish maqsadida. Bo'lmasam-chi. Ammo kashtanlar yuzi tiniq ekan hammasi. Xo'p, mana bu qo'chqorlarimizni hozir olib qo'ysa, ozmuncha pullari bo'lsa, qurbonlikda misol 10 ta qo'yimda chiqarib, 10 ta yana qo'y baylayman yoniga deganlar uchun bular. Tavsiya. Bo'ylari 75 sm, nari berisi yo'q. 70 rostmana plus. Necha oylik o'zi aka bular? Oyligi 7 oylik yetib borgan. 7 oylikka yetib borgan. To'xli qo'chqor, xudo xohlasa. Inshaalloh, inshaalloh. Menimcha 7 oylik atrofida. Aka, qurbonlikka nima deydi bular? Qurbonlikka sredni bitta oilaga, misol meni o'zimdan qiyos gapiraman, o'zimni xonadonimga so'ysam bo'laveradigan variant. Bo'laveradigan variant. Kimdir 10 millionligini so'ygisi keladi. Bo'lmasa. Zo'rini. Kimdir misol qurib yetganicha 6 million, 5 million, 4 millionni. Xohlaganda bittan ushlab turib so'ysa bo'laveradigan variant. Endi qurbonlikka so'ysa bo'laveradi degan ma'nosi bor. Xo'p, oyligi o'tgan. Oyliga yetaveradi. Ha, oylik bo'laveradi. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar sizlarga tavsiya qilinaveradi mana. Yosh oyliklari ham normalni oyoq qo'l usulligini qarang bo'ladi. Zo'ridan yetkazib berish qaygacha bo'ladi aka? Yetkazib berish Samarqandgacha yetkazib beramiz. Besplatni holatda. Besplatni holatda shu 17 dan olasan Samarqandgacha ketaveradi. Bitta ikkitachi aka? Bitta ikkita, xudo xolsa, Toshkent vodiy bo'ylab o'ylanishmasin, telefon qilishsin, yoqqanini ushlab beramiz inshaalloh. Ana endi yetkazib olib berilaveradi akalar. Muammo yo'q. Narxini bilasiz, qadrli obunachilarimiz, bu akamiz dangal aytib o'rgangan. O'sha aka 2 yil oldin ham dangal aytadi. O'sha nomni o'zingiz qo'ygansiz, bo'ladigan savdoni qilaylik aka degan nomingizda. Xudo xolasa Ozodbek buni 4 million 4 million 300 desak ham ko'taraveradi. Optimga gapiraman. 4 million ham yo'q ular. Optimga 3 million 800 ming so'mdan olishsin. Barakasini bersin, nari berisi yo'q. Xo'p, tanlab olishga 4 milliongacha ko'ramiz buni, gaplashamiz. Holati 4 milliongacha. 4 milliongacha. Yo'q, unaqa holat yo'q. Bayramona kayfiyat, bayramona hafta bo'lib boshlandi o'zi. Xudo xohlasa. Ana shunday. Qadrli obunachilarimiz, o'ylanmang, aloqaga chiqing. Yaxshilardan, sifatlilardan, zo'rlaridan ilinishda biz davom etaveramiz, qadrli obunachilarimiz. Akalar, qo'chqorlar zo'r. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa yana ham zo'rlarni chiqarishda davom etaveramiz. Biz endi keyingi partiyamizga navbat beraveramiz akalar. Ozodbek, bu ikkinchi partiyamizga inshaalloh sovliqda suluvlar bo'ladi-ku, suluvlarini olib qo'yganman, xudo xolasa. Mana qadrli obunachilarimiz, sovliqda suluvlaridan legendasini olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadigan varianti. Yuzi tiniq, xudo xolasa ko'zlarini qaranglar, suzishini maloni akalar. Nima deyapti bular? Vobayda aka, soni nechta chiqdi sovliqlar? Soni 22 bosh bu yerda. Hammasi sovliq. Hammasi sovliq. Aka bitta so'rovda. Xudo xolasa, hop. Bitta so'rovda. Endi yeslichu. Bo'ldi. Buni hammasini olganga birinchi partiyada chiqardik katta qo'chqorlar. 8 dan qo'shib beraveramizmi aka?
Hammasini chiqargan qo'shib beraveramiz. Bular ulardan qimmat ama. Qimmatmi? Sog'liq unday holatda emas. Qo'shib beraveramiz, narxni yo'lida qilib. Narxini yo'lida qilib qo'shib beraverasiz. Ammo gavda boshi ham ancha Gavda boshi baland bo'lib qo'ysa uloqlar. gap yo'q. Bularda to'g'risi gap, mashaqqati uchun pul so'ramaymiz. Hamma narsa qiyinchilik bo'ladi. Ne bo'lmasa. Cho'ponidan urushi yurib, tortish yurib olib kelganmiz. Buni misol 2 oy 3 oydan keyin qo'chqor qo'shib qo'yadigan bo'lsa yoki 1 oy 1 yarimdan keyin qorniga tushib qolsa, mana shu sog'liqlar 6 million bo'ladi. Bo'ladi. Nari berisi yo'q. Aniq. Sababi akalar o'zi hammani ko'zi ochiq ko'rib bilib turibdi. Bu yil sog'liq qanaqa bo'lganini hamma bilib turibdi. Gap Shuning uchun ham sog'liq ham trendga chiqib ketdi. Sog'liq qimmat bo'lgani uchun emas, buni bermayapti sog'lig'ini, to'g'risi gap. Ozgina 6 oy 7 oy kutib qoladigan bo'lsa 2,5 million so'm tug'ib beryapti-da, tug'ilishiga. Necha oylik dedingiz aka? 7 oylik rostmana plus 8 oylikka olishaversin. Nari berisi yo'q buni. Yemoq-ichmog'iga garantiya. Yemoq-ichmog'i o'zi ko'rib turibsiz, oxirga tashlanib turganini. Yemasa, ichmasa mana bunday holatda bo'lmaydi sog'liqlar. Bo'y nechi? Bo'ylari 75 ga olishsa mana busini ham, barakasini bersin. Narxini gapiring aka. Narxini hop 4 million 200 dan demaymiz. 4 million so'm barakasini bersin. Optimiyu tanlab olishi barakasini bersin. Xohlaganini olishaveradi. Men uchun hammasi bir xil. Joningiz amonsiz. Yana bitta gap, dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastavka hammasini olganga qilib beraman. Bor akalar. Mana sizlarga variant. Oling, boqing, maza qiling. Akalar, zo'ridan ilinishda davom etaveramiz. Qadrli obunachilarimiz, endi navbatda keyingi partiyamizga to'la ma'lumotlarni yana ham to'lasini mana shu ekrandagi 50 hamda 18 raqamlarini olishlaring mumkin akalar. Aloqaga chiqaverasiz. Birodarlar, bunisi keyingi partiyamiz, xudo xolasa. Ammo keyingi partiyamizga qo'y olishni bilmaydigan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadigan varianti. Sababi, xudo xolasa, suyakli variantlardan, oyoq qo'li uzunidan hamda qorni chiqib turganlaridan olavering, baraka topaverasiz. Soni beyda nechta chiqdi aka? Soni 12 bosh Ozodbek. Qo'chqor. Bugun hammasi qo'chqor. Bugun sozgina video qilamiz dedim-ku. Ha. Sarig'ida, ko'kida, kashtangida unday holat yo'q. Narxini bir xil gapiramiz. Bir xil gapiramiz. Joningiz omon. Rangida qizig'i yo'q. Rangini qizig'i yo'q. Ammo mana qo'chqor bor sari, quloq uzunligiga e'tibor bering. Akalar, mana shunaqalarni ham sotilyapti. To'g'risi, keling, mayli, ularni ishiga aralashmaymiz. Aka, bularda xudo xolasa yosh oyligini qanaqaga beramiz? Yosh oyligi 5 oylik plyusga beramiz mana shularni. 5 oylik plyusga. 5 oylik plyus. Ham zo'r ekan. Yurishni qarang. Bo'ylari 65 plyus 70 ga beramiz. Bir qator behijolat sinib alik olishaveradi, o'lchab olishaveradi. O'lchab olishaveradi. Bitta qilib. Endi akalar bundayda, hop, bo'ylarini aytishimizdan maqsad shunday qo'y kelyapti, shunday qo'y olyapman degan maqsadda bo'ylarni aytib o'tib ketamiz. Bitta menda bo'layotgani yo'q, bu narsa ko'pchilikda bo'lyapti, savdogarlarimiz tushunadi. Ko'pchilik bo'lib qolyapti. Hop, kelgandan keyin kichkina ekani deyiladi. Telefonda ozmuncha katta, kichik ko'rinishi mumkin. Shuni hisobidan 70, 65, 75 bo'ylarini gapiramiz. Qisqachalarga devorga chizib olasizlar-da, shunday qo'y kelar ekan deb bir qator aniq qo'yishaveradi. To'g'ri aytasiz. Bularni aka yetkazib berishi. Yetkazib berishi Samarqandga yetkazib beramiz. Garantiyasi nima beriladi, ha? Bir haftadan keyin ko'ngil to'q qilsin, sindirib, o'ltirib, bo'ktirib qo'yishmasa qolganiga o'zingizniki. Farz. Narxi. Narxi 3,5 dan nima deysiz? Zo'r bo'lar. Nima deysiz? Mas 3,5 dan tanlab olsa 3 million 400 dan barakasini bersin. Joningiz omon. Yo'lida bo'ladi. 3,5 dan tanlab olish uchun. Tanlab olsa 3,5 dan. 3 million 400 dan barakasini bersin, optimiga. Optimiga. Yetkazib beraman. Gap yo'q. Akalar 3 million 400 ming so'mdan, ammo mana ular haqiqatan narxiga arziydigan variantlar akalar. Yirik holatda turibdi. Qadrli obunachilarimiz, ammo telefon qilishga shoshiling. Dangalchi akamiz, ammo dangal narxlarda aytib, obunachilarimizga kelayotgan xaridorlarni xudo xolasa ko'nglidan normal javob olib, akalar bitta qilib bo'lmasin ham sotib qo'yishyapti akalar. Aloqaga chiqing. Demak, biz keyingi partiyamizga navbat beraveramiz. Birodarlar, bunisi akalar sizlarga so'nggi partiyamiz bo'ladi. So'nggi partiyamizga eng arzonidan qidirib yurgan, lekin arzon bo'lsin, kichkina bo'lmasin, normalni qo'chqorlardan beringlar degan aka-ukalarimizga bugun dangalchi akamiz narxni yoradi hozir. Ozodbek aytayapman-ku, buni xudo xohlasa asli 15 dona soni hammasini bir joyga olsa yanada xursand bo'lamiz. Sotish uchun gapirmayapmiz. Buni 1 so'mni 2 so'm qiladigan qo'ylar mana shular bo'ladi. Narxi arzon, o'zi yemoqchimog'i zo'r, o'zgaradigan variantdagilar. O'zgaradigan. Hayotda akalar uncha qiyinchiligini ko'rib qo'ygan, yeyman, ichaman, bering deydigan, mehr bersangiz akalar baraka qiladigan variantni mana sizlarga tavsiya qilamiz. Soni nechta dedik? Soni 15 dona. Necha oylik bular? 4 oylik plyusga olishaveradi. 4 oylik plyusga xudo xolasa berilaveradi. Bularda yemoqchimog'iga garantiyasi bor akalar. O'ylanmay telefon qiling. Xudo xolasa yemasa, ichmasa almashtirib berilaveradi xudo xolasa. Bularda aka yetkazib berishi. Yetkazib berish, Samarqandga yetkazib beramiz. Oxirgi partiyani bitta yoramizmi? Hozir oxirgi partiyani bitta yorib qo'yamiz. Hozir boshidan gapirib ketaylik.
Boshidagi partiyamiz ham, ikkinchi, uchinchi partiyalar ham hammasi ukar vaksinasi bilan bugun bonus bo'ladi. Oo. Ko'ngil to'q 30 mingdan yana plus minus o'tirmaymiz. Aytgan narximiz narx ukar vaksinasi barakasini bersin plus bo'ladi. Oxirgi narximiz, oxirgi qo'yiladigan qo'ylarimiz xudo xolasa 3 million so'mdan demoqchi edik. 2 million 800 ming so'mdan barakasini bersin. Video boshida gapirib qo'ydik, tilimizga egalik qiladigan bo'lamiz. Gap yo'q. 2 million 800 ming so'mdan akalar. Kommentariyani kutamiz. Fikringizni bildiring. Xudo xolasa sizga zo'ridan yaxshisidan indishda davom etaveramiz. Bitta ikkita olishsa nima deymiz aka? Bo'ladigan narxi 2 million 800 ming so'mdan xohlasin tanlab olsin. Xohlasin optim olsin. Dastavkasi bonus bo'lsin. Nari berisi yo'q. Mana akalar sizlarga bitta olishsa ham 10 ta olishsa ham 20 ta olishsa ham akalar sizlarga mana shu. Hammasini olsangiz ham, bitta olsangiz ham 2 million 800 ming so'mdan ketaveradi qadrli obunachilarimiz. Demak, biz video syomkamizni endi yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilib, maksimal yaqinlarga tarqatib, like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin akalar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.